Assalomu alaykum, men Akula akalarim moqchi ekan, ko'chchi ekan deb yurmaymiz. Ahmedshoh Yamachi keladi, ochiq o'yini davom etyapti. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Moskva Toshkent yo'nalishida avtobuslarimiz bor. Olib olib kelib, chiroyli qilib postlarni o'tkazib qo'yish xizmatlari ichida. Kelib, akaxon bitta informatsiya berib o'tib keting. Mana aka-ukalar, mana Moskvada yurgan vatandoshlarimiz reyslarimiz har kuniga bor. Bu davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobuslar. 2,5 kun yo'l yurib, Primoy Toshkent Sobrahim avtovokzaliga kirib boradi. Mana 60 kilo yuklarimiz poложено ko'rib turibsizlar. Avtobuslarimiz idealniy, komfortabilniy. Zamonbop avtobuslar. Dokumenti yo'q vatandoshlarimiz yo'lda rasxoti bo'ladi, shtobi bez deport, bez zabrit yetishligi uchun. Tanlovda adashmanglar. Ha, xudo xolasa mana hech qanaqa problemalar bo'lmaydi. Yo'lda chiroyli qilib o'zlari o'tkazib ishlar ekan. Nima xizmat bo'lsa akalar gapirishsa qilinaver, yengil. Yo'lida qilib berar ekan. Palon pul sarflab, bu yoqda osmonlarda uchib yurganda avtobus 2 kunda smelo yetib olgan yaxshi. Nima deysiz? tanlovda adashmanglar deymiz. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Akajon, joningiz sog' bo'ling. Sog' bo'ling.